Inson chorasizlikka tushganda, hamma ishlari orqaga ketib, ochilgan eshiklari yuziga qattiq bo'lib yopilganda, to'rt tomonga qochaman desa, hamma tomondagi manzillar u uchun berk bo'lganda ham, inson Robbisiga chin dildan ishonsa, uning uchun yo'llar qaytadan barpo bo'lishi, hatto kechqurun quyosh u uchun chiqib nur sochishi mumkinligi haqida ajoyib bir rivoyat bor. O'rmonda bir homilador kiyik farzandini dunyoga keltiraman deb turib, daryoni boshiga borib tursa, momaqaldiroq chaqib o'rmonga o't ketadi. Bir tomonda daryo, bir tomonda olov. Narigi tomonda uni sher qarshilab turgan, orqasiga qarasa, bitta ovchi uni otish uchun uni nishonga olib turgan bo'ladi. To'rttala tomonda ham o'lim unga changal solib turganini ko'rgan kiyik hamma narsani unutib, taqdirga tan berib, farzandini dunyoga keltirishga harakat qiladi. Shunda ovchi kiyikni otaman deb turib, o'qi qiyshiq ketib, sherni otib qo'yadi. Momaqaldiroq gumburlab, yomg'ir tez yog'ib, o'rmonni bir tomondagi olov o'chadi. Olov o'chgandan keyin unga boshqa yo'llar ochiladi. Qochishga, ketishga imkon topiladi. Va to'rtta tomonda ham yo'llar berk bo'lganda, hamma tomonda qorong'ulik bo'lganda ham, agar inson voz kechmasa, agar inson chin tavakkul qila olsa, unga Robbisi to'g'ri yo'l ko'rsatar ekan. Ustozimizning ajoyib bir gaplari bor edi. Tunni eng qorong'u qismi tongga bir baqiya qolganda bo'lar ekan. Agar iplar tarang tortilganda ham inson voz kechmasa, inson o'zining niyatida sobit qadam bo'lib tura olsa, uning uchun go'zal eshiklar ochiladi. Go'zalliklar uni atrofida jam bo'ladi deyishgan ekan.